Bilarmidingiz? Angliya Premyer Ligasining sobiq chempioni quyi ligaga tushib ketmasligi uchun kurash olib boryapti. Faqatgina bitta divizion pastda. Demak, bugungi mavzum Championship. Bu Premyer Liganing ukasi. Premyer Ligadan qolishmaydi. Kimsan, qayerdansan, qayerga kelyapsan, qayerdan ketyapsan, Championshipga qiziq emas. Bu liga otingni ham, zotingni ham hurmat qilmaydi. Bu liganing ham o'ziga yarasha Arsenal va Manchester City'si bor. Coventry va Middlesbrough. Formalarining rangigacha bir xil, ya'ni o'xshab ketadi. Coventry ko'k rangda o'ynaydi, Middlesbrough esa qizil. Bu haftagacha turnir jadvalini Middlesbrough boshqarib kelayotgandi. Lekin Middlesbroughni ushbu mavsumda ikkinchi marta mag'lubiyatga uchratgan Coventry yana turnir jadvalida peshqadamga aylanib oldi. Buning omadga umuman aloqasi yo'q. Coventry yaqqol ustunlikka erishdi va o'yinda g'alaba qozondi va haqli ravishda peshqadamga aylanib oldi. Umuman olganda ushbu mavsumda Frank Lampard murabbiyligidagi Coventry juda tekis o'yin namoyish etyapti. Tarkibi yaxshi shakllangan va uzoq mavsum uchun barpo qilingan. Intizom birlamchi va o'ta agressiv o'ynaydi. Middlesbroughchi. U hali ham Premyer Ligaga chiqishga da'vogarlardan biri. Maqsadlari jiddiy, harakatlari chakki emas. Lekin kechirasiz, bu ligada vaziyat juda tez o'zgarib turadi. Bugun birinchi o'rindasan, ertaga xudo biladi qayerdasan. Ipswich Southampton. O'tgan mavsum Premyer Ligada o'ynab yurgan jamoalar. Haligacha bir ritmga tusha olmay yurishibdi. Va albatta Leicester City. Moliyaviy qoidalarni buzganligi uchun jamoadan 6 ochko olib tashlangan. Hozir esa Leicester quyi ligaga tushib ketmasligi uchun Championshipda jon jahdi bilan kurash olib boryapti. Qizig'i, Premyer Liga chempionligidan quyi ligada jon saqlab qolish uchun kurashgacha. Taqdirni qarang. Bu Championship 46 ta o'yin, uzoq mavsum. Orqaga qarashga vaqt yo'q. Imtiyoz hech kimga berilmaydi. Bu kemaga tushganning taqdiri ikki. Yo ko'tarilasan, yo pastga yiqilasan. Zero bu Angliya. May oyigacha kim ko'tariladi, kim yiqiladi, Angliyaning o'zi ham bilmaydi.